maktab. Biz bu maktabning ekologiyasiga mas'ulmiz. Agar hozir harakat qilmasak, keyin kech bo'lishi mumkin. Dilnura, qara, gullarning ostidan begonotlar o'sib chiqdi. Ha, rostdan ham. Kel, sinfdoshlarimizni chaqirib birga tozalaylik. Mayli. Bolalar, bizga begonotlarni tozalashga yordam beringlar. Maktabimizning atrofiga juda ko'p archa va qarag'ay ko'chatlari ekilgan. Bular o'zidan fitonsid moddasini ishlab chiqarib, havodagi mikroblarni o'ldiradi. Bu esa bizning sog'lig'imizga ijobiy ta'sir qiladi. Oziq havoda o'tirib dam olishga nima yetsam? Mana bu chiqindilarga qarang, keling bularni yig'amiz. Chiqindilarni yig'gandan so'ng ularni saralashga odatlaning. Plastikni plastikka, qog'ozni esa qog'ozga. Biz hozir kutubxonaga kirdik. Bu yerda siz bir-biridan qiziqarli kitoblarni o'qishingiz mumkin. Bizning kutubxonamizdan istalgan kitobni topishingiz oson. Lekin bizning kutubxona kitoblar bilan cheklanib qolmay, u gullarga ham boy. Ayniqsa bizning kutubxona mudiramiz Mahbubaxon opa gullarni parvarish qilishdan charchamaydilar. Tabiat bizning umumiy uyimiz. Keling tabiatga do'st bo'lishni bugundan boshlaymiz.